Ertalabdan chemodanlarimizni tayyorlab, oilaviy mashinamizda sayohatga chiqdik. Menimcha, hamma ona bolasi uchun uzoq yo'lda shunaqa sharoit yaratib beradi. Men esa zerikmaslik uchun Sevinch opani qo'shig'ini kuylab ketdim. Uzoq yo'l yurganimizdan keyin nihoyat manzilga biroz yaqinlashdik. Hozircha esa qayerdaligimizni shu joydan toping. Bu orada o'g'lim ham shirin uyqusidan uyg'ondi va biz yana yo'lda davom etdik. Orada to'xtab, ovqatlanib ozgina yurgandan keyin manzilga yetib keldik. Mashinadan tushib yarimta nafas olganimni bilaman, o'pkam diskoteka qivordi. Bu esa bizni xonachamiz, shinamgina, hamma sharoitlariga ega bo'lgan chiroyligina kotej. Bilasizlarmi, bu shinamgina uychalar tog'ni tagida, shundoq archani yonida joylashgan. Kiyimlarimizni joylashtirib bo'lib, tabiiy kislorod olish uchun ko'chaga aylangani chiqdik. Ha aytgancha, bu joyning nomi Zamin Forest. Ustimizga qalinroq kiyimlarimizni kiyib oldik, sababi kechki paytga yaqin salqinlashishni boshlar ekan. Hech sinab ko'rganmisizlar, toza havoda odamning qorni tez och qoladi. Biz ham och qolganimizdan yugurib oshxonaga kirdik. Bilasizlarmi nima? 3 mahal ovqatlanish to'lovning ichida bo'lar ekan. Kelib islomni uxlatib bo'lib, kechki yuz parvarishlarimni qildim. Bilasizlarmi nima? Har safar sayohatdan voz kechib pulni tejamoqchi bo'lamiz. Vaholanki pulni ozgina mehnat qilib topsa ham bo'ladi, lekin vaqtni topib bo'lmaydi.